otam akam menga zulm qilsa, uni mahkamaga topshirsam bo'ladimi? Ya'ni bizning tilda sota bersam bo'ladimi? O'zim haqqimni talab etish uchun deganida Imom Ahmad ibn Hanbal aytadi. Hali akang chetda tursin, akangni kuyishini ham sota berish haqqing yo'q deydi. Nechun desa, ota-onani farzandlar oldida shu darajada haqqi ko'pligidan hali o'zi chetda tursin, kuyishini zo'r muomala qilish kerak. Opangizni, akangizni kuyishini oyoqingiz bilan daf berish haqqingiz yo'q. Qo'lingiz bilan olib joyini taxlab qo'yasiz. Kuyishini ustidan kuyish qo'ymaysiz. Opangizni, akangizni odini aytib chaqirmaysiz. Eng yumshoq, eng muloyim, eng yaxshi, eng shirali gap bilan ishlatasiz. Opadan, akadan eldin yurilmaydi. Eldidan chiqib yurilmaydi. Orqada yuriladi. Yonboshda yursangiz ham salgina orqaroqda yurisiz. Hurmati balandligi uchun. Eldindan eshik chiqadan bo'lsa, yana shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, berib yurisiz. Qo'lni uzatisha, harakat etisha sabab bo'lmasligi uchun. Opa akangizni qisintirishi mumkin bo'lgan har qanday so'zni ishlatishingiz mumkin emas. Mumkin emas. Misol uchun bir joyni suv bosdi. Suv bosganligini aytsangiz, opangiz akangiz qisinib qo'yadigan bo'lsa, qisintirgani uchun siz gunohkor bo'lasiz. Siz sababchi bo'lganingiz uchun. Nechun desa, ular hech shart bo'lmagan gapni siz aytib ko'ngillarni deganligi uchun siz gunohkor bo'lasiz. Opa akaga eng shirali, eng yaxshi, eng odobli, eng yaqinli gaplarni topib ishlatish kerak. Xotiningizda ishlatasiz-ku, jonim, yana boshqa so'zlarni. Xuddi shuni yaxshi ko'rish haqidagi, shunga o'xshagan shirali gaplarni, eng yaxshi mazallarni opa akaga topib ishlatish shart, ishlatasiz. Agar bir o'tirishmada opa aka bilan boshqa odamlar ham bo'ladigan bo'lsa, umumiy hammaga bir salom beriladi, ota-onaga alohida salom beriladi.